Yangi ertagimizning nomi o'zboshimcha tipratikon deb ataladi. Men kichkina tipratikonman. O'yin-kulgini, sakrashni, yugurishni, mo'l-ko'l mazali yegulikni, yana oilamni, do'stlarimni, qo'shni qarindoshlarimni, go'zal uyimiz va katta hovlimiz, o'rmonni yaxshi ko'raman. Kunlardan bir kun otam menga va akalarimga tahdid hodisasi ro'y berganda o'zimizni himoya qilish san'ati va yana boshqa himoyalanish usullarini o'rgatdi. Otam avvalo mendan katta akalarimga mashqni o'rgatishni boshladi. Men otamni to'xtatib, o'zimni ulardan kichkinaligimni bahona qilib, avvalo mendan boshlashni talab qildim. Chunki meni qornim ochib ketgan edi. Tezda ov qilishni o'rganishim kerak edi. Otam dedi, sabr qil, ey kichkina, hozir o'rgatayotganlarim senga ham taalluqlidir. Sen o'lja tutaman deb o'zing o'ljaga aylanib qolishing hech gap emas. Men esa shunday javob berdim. Men shijoatli, jasur, mashhurman. Hech kimdan qo'rqmayman. Otam dedi, sen mag'rur, maqtanchoq, tarbiyasiz ahmoqsan. Halok bo'lgan, adashgandirsan. Tinchlanib nasihatlarimga quloq sol. Otam menga shunday o'rgatdi. Agar xavf-xatarni his qilsang, xuddi to'p kabi sakra, tikonlaringni ho'ppaytir. Lekin men eshitishni yoqtirmas edim. Ey ota, qo'rqmang, men mag'lubiyatga uchramayman. Kim menga hujum qilsa, pushaymon bo'ladi. Shu bilan men yuqoriga pastga sakrab ko'zdan g'oyib bo'ldim. Ovga otlandim. Bir necha metr naridan vij chayonlarni va daraxt shoxlari orasida ko'plab o'rgimchaklar yurganini ko'rdim. Ochiqib tursam-da, ularga hujum qilmadim. Chunki otam ularni ov qilishni o'rgatmagan edi. Lekin bir oz meva yeb oldim. Otamning meni chaqirayotgan ovozini eshitsam-da, sakrab qochib ketaverdim.